Buddizmda qaysi ish sizga eng mantiqsiz bilinganti? Musulmon bo'lgan vaqtingizda oilangiz va do'stlaringiz sizga qanday inkas qaytardi? Diningizda mustahkam turish uchun Yaponiyada duch kelgan eng cho'ng qiyinchiligingiz qaysi? Ondan meni so'roqqa tortishga boshladi. Sen texnichi musulmonmi? Musulmonlikdan voz kech degandek gaplarni qildi. Men uningga bunda qilolmaydiganligimni aytdim. Bundan keyin sen mening o'g'lim emas dedi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mening ismim Ahmad Maino. Asli ismim Naoki. Yaponiyalik. Asli yurtim Xoichidan, ya'ni Yaponiyaning o'rta qismiga joylashgan bir shahardan. Hozir Tokioga yaqin Chiba shahrida turaman. Lekin o'zim Tokioda xizmat qilaman. Yaponiya islom jamiyatidagi 4 imomning birisi bo'laman. 13-14 yoshlarga kirgan sira aqlim echilib, borgan sira o'zimdan savol so'rashga boshladim. Masalan, na'din keldim, nega ketyapman, nima uchun yashayapman degandek. Yaponiyada cho'ng bo'lg'ashqa, ya'ni Yaponiyada tug'ilib, shu yerda cho'ng bo'lg'ashqa mekin, menga eng yaqin bilingan muhit buddizm muhiti bo'lgandi. Shunga agar buddizm yo'lini tanlasam, ya'ni kelib asosiy manbasiga ulish olsamla, savollarimga javob topa olayman-go deb o'ylaydim. Keyincha haqiqatni din yo'li orqali izlashdan voz kechdim. Bir qitim Avstraliyaning Melbourne shahriga bilim oshirish uchun berish fursatim bo'lib qoldi. Shu chaqda alhamdulillah bir Misrlik oila bilan tanishib qoldim. Menga bek yaxshi muomala qildi. Ular bilan vaqt o'tkazish orqali ularni tanishim, islomga bo'lgan bir taraflama qarashimni asta-asta yo'q qilib o'tdi. Undaqda islomga butunlay yuzlanishingizga nima sabab bo'ldi? Islom diniga qoyil bo'lib, uning har vaqt men izlayotgan din ekanligini qabul qilib bo'lgandan keyinmi, menda kelgusimdan ansirash, qo'rqish bor edi. Chunki ilgari menmu islomni inkor qilgan, islomga qarshi yomon ko'z qarashlarda bo'lganlardan biri bo'lg'ashqa, agar bu oxirgi qadamni olsam, ya'ni butun ishlarni keynimga cho'rib etib, mushu siziqdan otlab, islom va musulmonlar dunyosiga kirsam, Yapon jamiyatining atrofimdagilarning menga qanday qaraydiganligini men obdan bilatdim. Menga yot odamga muomala qilgandek g'alati muomala qiladi. Meni eng oxirgi siziqdan o'tishda orisoldi qilib qo'ygan sabab mana mushu edi. Keyin Malcolm X filmini ko'rdim. U film meni qo'zg'atdi. Menga jasorat berdi, alhamdulillah. Chunki Malcolm X'ning burun bir qora jamiyatning a'zosi bo'lishi, turli jinoyatlarni ishlashi, ammo keyin eng go'zal shaklda qilayotgan ishlarini, o'zini va hayotini o'zgartishi, Alloh yaxshi ko'rgan kishilardek yashashi, uning oxirida durust bir kishiga aylanishi, bo'libmi filmdagi haj ko'rinishi, Makkaga qilgan haj safarini ko'rayotganda hayron qolgandim. Nurg'un kishilar davlatdan futbol musobaqasi ko'rish uchun bir yerlarga yig'ilishadi. Yoki bo'lmasa usul, yig'ilish deganda ko'ngil ich so'rovlarga yig'iladi. Ammo bu yerga nurg'unlagan kishilar yolg'iz Allohga ibodat qilish uchun yig'iladi ekan. Buningdan katta maqtash, madhiyalash bo'lamdi. Albatta hargiz bo'lmaydi. Eng oxirida musulmon bo'lishdan qo'rqib, tortinib yurishimning hojati yo'q ekan. Islom dini dal aksicha, bak qaltis, bak sharafli bir din ekan degan yerga keldim. Shuning bilan oxirgi qadamimni islomga kirdim. Ya'ni islomga butunlay kirgan vaqtim Malcolm X'ning filmini ko'rgan kechi bo'ldi deb o'ylayman. Allohga yuzlandim. Tizlarimni yerga qo'ydim. Ondan peshonamni sajdaga qo'yib Allohga duo qildim. Oilangiz va do'stlaringiz musulmon bo'lganingizga qanday inkas qaytardi? Ular meni xato tushundi. Opam va dadamga qanday musulmon bo'lganligimni boshdan oxiri tushundirsammi, yana meni xato tushundi. To'g'ri, dastlabda hech qanday masala chiqmadi. Ammo keyincha Yaponiyada yuz bergan ba'zi masalalar tufayli, ya'ni AUM deydigan radikal bir tashkilot tarafidan Tokio metro poyezdida kishilarga zahar bilan hujum qilgan bir voqelik yuz berdi. Garchi bu voqeaning islom bilan hech qanday munosabati bo'lmasa-mu, xalqning har qanday bir dinni qabul qilishni yoki agishni baxata va nachar bir ish deb qarashiga sabab bo'lgan edi. Dal mushuningdan boshlab jaholat, islomdan xabarsiz qilish masalasi maydonga keldi. Xalq islom degan mushu o'xshaydi, mushulardek radikal kishilar o'xshaydi degan qarashga kelib qolgan edi. Dadamga Kuvaytga berib arabcha o'rganib kelay desam, men shu mezgillarda Osakada bir universitetda arabcha boshlagan edim. Shundaq deb ruxsat so'rasam, dadam "Yo'q, bormaysan" dedi. Ondan meni so'roqqa tortishga boshladi. "Sen texnichi musulmonmi? Musulmonlikdan voz kech" degandek gaplarni qildi. Men uningga bunda qilolmaydiganligimni aytdim. Dada, men musulmon bo'lgandan keyin aqlimdan adashmadim, shundaqku. Burun qolim qaraganda texmi eski bo'lib ketdimmi? U mening bundoq bo'lib ketmaganligimni ichida bilatdi. Ya'ni o'g'ilning texmi nachar ahvolga tushib qolmaganligini obdan bilatdi. Birdam turib ketgandan keyin menga
Bundan keyin sen mening o'g'lim emas dedi. Shundoq, bu deganlari odamni cho'chitadi. U vaqtlarda yarim kunlik xizmatda ishlasammi, yanala oilamga tayinatdim. Shunga hayotimni davom qilish uchun boshqa bir yo'l topmasam bo'lmaydi. Atsi Kobadagi masjidga berib, u yerdagi Misrlik imomdan uchirgan masalalarim haqida maslahat so'radim. U menga Azhar universitetidan yordam puli talab qilib, Misr bosh konsuliga iltimos yozib berdi. Men uni Misr bosh konsuliga avatgandan keyin uyga qaytib jimjitli ular bilan o'ltirdim. Alhamdulillah, oilamning meni qaytadan qabul qilganligini his qildim. Ya'ni bu ishlarning hammasi uchun alhamdulillah. Sizdan keyin oilangizda birasi musulmon bo'ldimi? Afsus, yo'q, dadam tugab ketdi. Vafot bo'lishdan ilgari yozgan xatida menga agar billi yozsaq, islomni tanlashga tayyor ekanligini yozib ekan. Ammo oila ahvolimiz buningga yor bermadi. Mana bo'lgan ishlar mushu. Buddizmda qaysi ish sizga eng mantiqsiz bilinganti? Bulardan biri reinkarnasyon, ya'ni ruhlarning ko'chish nazariyasi tunji qitim Hindistonda paydo bo'lgan bir tushuncha. Buddizm Hindunizmdan keyin paydo bo'ldi. Hindunizmning nazarida Budda o'zgarishchan bir din deb qaraladi. Reinkarnasyon mundaq degan gap. İnsanning bir ma'naviy tarafi bor. Ruhi bor va bu ruh mangu o'lmaydi. İnsanlar qilgan ishlarga qarata farqli qiyofatlarda bu dunyoda yashashni davomlashtiraveradi. Masalan, olayliq, sen ilgirgi hayotingda bir hayvon yoki bir hasharot bo'lishing mumkin. Ammo bu hayotda boshqacha biri bo'lishing mumkin. Bundan keyin bir inson yoki boshqa bir jonliq bo'lib qolishing mumkin. Mana bu shaklda nirvanaga o'rlayolmasang, bütün kainatni to'g'ri bir shaklda tushunolmasang, bu reinkarnasyon davriligidan chiqolmagan vaqtingda bu shaklda yashashni davom qilaverasan. Reinkarnasyon tushunchasi degan mana mushu. Balki mundaq bir savol odamning aqliga kelishi mumkin. İnsanlarning soni har davrda o'zgarib turadi. Agar insonlarning ruhi davomli yashab, takror tug'ilsa va boshqa bir bo'lib tug'ilib yashashni davom qilsa, buni o'zaro qandoq bog'laymiz? Buni o'zaro qandoq tushunamiz? Meni buddist rohib bo'lishdan chekindirgan sabablarning yana biri muqaddas kunlar bilan kunlik hayotni bir-biridan tamoman ayirib etganligi bo'lgan edi. Shundoq ular diniy hayot bilan kundalik hayotni tamoman ayirib etadi. Mana mushu yerda ziddiyat kelib chiqadi. Agar Yaponiyada biri Google'ga islom haqida biror savol yozsa, qanday javoblarni olishi mumkin? Bakchiq manbalar bor. Bu shu kishining islom haqida qanchalik izlanishiga bog'liq. To'limi afsus, Yaponlarning orasida islomga qarshi o'chmanlikni tarqitish uchun ba'zi sharqshunoslar tomonidan yozilgan kitoblar bor. Bu kitoblar kunimizdagi eng jiq setilgan kitoblar qatorida. Afsus, ahvol mana mushundaq. Meningcha tunji islom haqida izlanuvchilar tunji qitimda mushundaqroq javobga erishishi mumkin deb o'ylayman. Yaponiyada musulmonlarning e'tiqodiy hayotini yashashda eng qiynalgan taraflari qaysi? Hozirmi? Yordamchi bo'ladiganlarning nihoyatda oz bo'lishiga deyman. Alhamdulillah 5 bolam bor. Ya'ni mening oilam men bilan 7 kishi. Oilam va do'stlarim ichida yolg'iz bizning oilali musulmon. Ayolimning ahvolimi o'xshash. Ya'ni bizning atrofimizda bizga yordamchi bo'la oladigan boshqa oila yo'q. Men Chibaning Kyoto shahrida yashayman. Bu yerda boshqa yerga qaraganda musulmonlar ko'proq yashaydi. Ammo shuningga qaramay, musulmonlar faqat namoz o'qiganda bir yerga keladi. Ya'ni shaxsiy hayotida o'zaro oralashib o'tmaydi. Ya'ni kundalik turmushida musulmon yaqin yo'riq do'st topolmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sizga eng ta'sir qilgan alohidligi qaysi? Rahimdilligi. Bo'libmi Toifdan qaytganda. Toifliklar payg'ambarimizni chalma kesak qiladi. Ularni dinga da'vat qilganda uningga tosh otadi. Ondan tog'larga mas'ul farishta kelib, uningga "Xolisang men ularni ezib halok qilib etay" deganda Rasululloh nima deydi? Subhanalloh, yo'q, unda qilma. Balki keyinchi ulardan faqat Allohga iymon etadigan nasllar kelishi mumkin deydi. Subhanalloh. Nimishqa iymon bo'lishni tanlab qoldingiz? Chunki hech kim qilmaydi. O'zining musulmonligini saqlab qolganlar nihoyatda oz. Shahodat etganlarning soni jiq, ammo shahodat etgandan keyin qanday yashayotidi buni Alloh biladi. Chunki davomli ularni tekshirib, ular bilan ko'rishib turadigan bir organ yoki sistema yo'q. Bo'libmi Yaponiya sirtidan kelganlar, ular butun hayotini bilan islomga da'vat qiladi. Kishilar shahodat etgandan keyin ularni tashlab, boshqa insonlarning orqasidan ketadi. Yangi musulmon bo'lganlarga ko'ngil bilmaydi. Men yangi musulmon bo'lganda bakla yosh vaqtlarim edi. Atrofimda islomiy ilmlarni yaxshi biladigan va shu bo'limdan o'qish bitirgan cho'nglar bak oz edi. Balki mening bo'layotgan ishlardan o'zimni yiroq his qilishimning sababi mushu bo'lsa kerak. Ya'ni men Tokioda yashamaydim, lekin ular Tokioda qolatdi. Ularning ib bo'lgan faoliyatlarining oz bir qismila menga va menga o'xshashlarga yetib boradi.
Şoňa men özümden soraşqa başladım. Allah'ның dinini maňa oxşaş bir ýaşga ögütişi üçin ularga ögütiş fursati bergenligiga qaramay, bu xizmatni eng ýaxşy usulda qılmaydy yoki qılanmaydy. Ammo keyinçe oýlap baksam hamma adamning özgə çüşlük şəxsi hayaty bar ekan. Hamma adam gündelik hayaty bilen aldaraş ekan. O vaqtlarda ular qat'iy yaxshi xizmat qilmaydi. Ba kuchi bilan o'zini xizmatga atamaydi. Agar hech kim qilmasa, mening qilishim kerak edi. Sizningcha insonlarning islomga qarshi haddidan ziyoda o'chmanlik bilan hujum qilishining sababi nima? Balki Yaponiyadami bunday ishlarni ko'rdigansiz? Meningcha undaq qilishining bir sababi uni bilishi, ya'ni islomning haqiqat ekanligini bilishi. Ular ko'ngilda buning haqiqat ekanligini bilgandan keyin, islomning haqiqatini tonigandan keyin uni qabul qilish kerakligini nihoyat yaxshi biladi. Ammo qabul qilsa ularga bu din yuk bo'lib qoladi. Shunga butun nafrati bilan islomga qarshi hujum qiladi. Chunki sizmi bilasiz, islomni o'rgatuvchi va yetakchi bo'lmasa, nafsimizni kontrol qila olmaymiz. Ondan keyin u bizga qarshi turishga boshlaydi. Bizga deydigan boshqa gaplaringiz bormi? Diniy qarindoshlarimdan o'tinadiganim, menga va mening oilamga ko'plab duo qilib qo'yishini. Bo'libmi mening onamning va oilamning onasining hidoyat tepishiga, enimning mo hidoyat tepishiga. Bizning ota-onalarimizdek kishilarga Manga o'xshash keyin musulmon bo'lganlarning ota-onalari texicha musulmon emas. Shunga mushular uchun ko'plab duo qilib qo'yishinglarni so'rayman. Rahmat sizlarga. Alloh hammanglardan rozi bo'lsin.